Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun ko'pchilik beradigan savolga qisqacha javob bermoqchiman. Xudo xolisa videoni oxirigacha ko'rsanglar, yechimini ham albatta topasizlar. Savol: xonagullarning bargi yorqin, chiroyli va yaltillab turishi uchun nima qilishimiz kerak? Birinchi o'rinda biz albatta xonagullarimizni to'g'ri parvarish qilishimiz kerak, chunki barg o'simlikning sog'lomligini ko'rsatib turadi. Misol uchun xonagullarimiz kasal bo'lsa, qanaqadir hasharotlar yopishgan bo'lsa yoki ildizda muammolar bo'lsa, albatta bargi ham kasal bo'ladi. Ikkinchi o'rinda bu eng muhimi, bizni xonagullarimizga to'g'ri oziqalar berishimiz kerak. Albatta oziqalar tarkibida temir va magniy moddasi bo'lishi kerak. Iloji bo'lsa ko'proq bo'lsin. Chunki temir va magniy moddasi o'simliklarning chiroyi uchun javob beradigan asosiy moddalar. Shu ikkita modda xonagullarimizga yetarli bo'lsa, xonagullarimiz har doim yorqin, chiroyli bo'ladi. Do'stlar, bugun men sizlarga har qanaqa xonagullarning bargini yorqin, chiroyli, ko'm-ko'k qiladigan 3 ta oziqani tayyorlash va ishlatishni ko'rsatib beraman. Bugun biz shu ikkita oziqani aralashtirib beramiz, 10-15 kundan keyin bunisini beramiz. Bu hech qanaqa reklama emas, sizlar bu oziqalarni xohlagan agrodo'kondan topsanglar ham bo'ladi. Misol uchun o'zingizga yaqin agrodo'konga kiringlar, oziqani nomini aytinglar va 50 gram, 100 gram olsanglar, bu sizlarga anchaga yetadi va arzonga tushadi. Hozir hammasini tushuntirib beraman. Do'stlar, kim kanalimizda mehmon bo'layotgan bo'lsa, albatta obuna bo'linglar va albatta bizning Telegram kanaliga ham obuna bo'linglar. Birinchi bo'lib xonagullarimizga universal oziqa bilan 6% xelat temirni aralashtirib beramiz, birga beramiz. Universal oziqalar har qanaqa o'simliklarni o'stirish, rivojlantirish uchun eng zo'r oziqa hisoblanadi. Xelat temiri bo'lsa har qanaqa o'simlik bargini yorqin, chiroyli, ko'm-ko'k qiladigan eng zo'r oziqa. Do'stlar, bu oziqalarni birga ishlatsanglar, xonagullaringiz har doim zo'r o'sadi va har doim chiroyli bo'lib turadi. Universal oziqalarning turlari ko'p. Misol uchun 318, 319, 320 yoki 325 xohlaganinglarni ishlatsanglar bo'ladi. Bu oziqalarni topish juda ham oson. Xohlagan agrodo'konga kirib, sotuvchidan menga 320 oziqasini bering desanglar, sotuvchi o'zi biladi. 50 gram, 100 gram olsanglar, bu sizlarga anchaga yetadi. Xelat temirning ham turlari ko'p. Misol uchun 6%, 11%, 13%. Xonagullar uchun men faqat 6% ni ishlatishni maslahat beraman. Shu zo'r natija beradi. Bu oziqani ham topish oson. Xohlagan agrodo'konga kirib, sotuvchiga menga 6% xelat temirni bering desanglar, sotuvchi o'zi biladi. Buni ham xuddi shunaqa 50 gram, 100 gram olsanglar, sizlarga anchaga yetadi. Hozir endi sizlarga tayyorlashni ko'rsatib beraman. Endi men sizlarga oziqalarni tayyorlashni ko'rsatib beraman. Har doimdek 1 litrga tayyorlaymiz. 1 litr suvga biz 1 gram 320 oziqasini solamiz va 1 gram 6% xelat temirni solamiz. Agar uyingizda kichkina oshxona tarozi bo'lsa, 1 gramni o'lchab olish juda ham oson. Tarozinglar bo'lmasa, buni shprits yordamida bemalol o'lchab olsanglar bo'ladi. Oddiy mana shpritsni olamiz, tepasini kesib tashlaymiz. Shu birinchi o'lchov chizig'iga taqab, tepasini kesamiz. Shpritsda 1 mg bu 1 gram degani, 2 mg bu 2 gram. Bizga 1 mg kerak. Mana 1 mg oziqa olamiz. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Mana ko'rib turibsizlar, bu yerda ko'proq, mana 1 mg gacha tushiramiz. Mana chizig'ini qildik. Mana tepasini olib tashlaymiz. Mana do'stlar, shu 1 gram degani. Shuni biz 1 litr suvga solamiz. Hozir endi temirni ham solamiz. Do'stlar, temir rangi qoraroq bo'lgani uchun 1 mg chizig'i yaxshi ko'rinmayapti menimcha kameraga. Mana biz 1 mg oldik va buni ham 1 litr suvimizga solamiz. Biz shu suvga 321 gram soldik va 1 gram xelat temirni soldik. Mana suvimiz qop-qora bo'lib ketdi. Bu temir rangi shunaqa bo'ladi. Yopamiz, yaxshilab aralashtiramiz va xonagularimizga keyin beramiz. Faqat yaxshilab aralashtiringlar. Do'stlar, mana oziqamiz tayyor. O'zi bu oziqalar suvda juda ham tez erib ketadi. Endi bu oziqani xonagullarimizga beramiz. Bu oziqani biz xonagullarimizga ildiz orqali beramiz, ya'ni tuprog'iga quyib. Barg orqali berish shart emas. O'zi 1 litr oziqa o'rtacha 3-4 ta xonagullariga yetadi. Mana shunaqa o'rtacha tuyada o'sadigan 3-4 ta xonagullariga yetadi. Har bir o'simlikning tagiga 250-350 gramdan quyib chiqsanglar yetadi. Biz bugun shu 3 ta xonagulimizga beramiz. Tuproqni albatta biz oziqa berishdan oldin namlab olganmiz. Mana men sizlarga quyishni ko'rsatib beraman. Mana har bir xonagulni shu o'simlikning tagiga 250-300 gramdan quysanglar, shuni o'zi bemalol yetadi. Shu 3 ta xonaguliga biz 1 litr oziqamizni bo'lib olamiz. Do'stlar, keyin 10-15 kundan keyin biz sulfat magniy berishimiz kerak. Hozir men sizlarga sulfat magniyani tayyorlashni ham ko'rsatib beraman. Albatta videoni oxirigacha ko'ringlar. Do'stlar, mana bugun biz xonagullarimizga shu ikkita oziqani aralashtirib berdik. Endi 10-15 kundan keyin ayni shu xonagullarimizga biz sulfat magniy beramiz.
Sulfat magniyam har qanaqa o'simlik barglarini yorqin, chiroyli, ko'm-ku, katta qiladigan eng zo'r oziqa. Bu oziqaning tarkibida magniy moddasi ko'p bo'ladi. Bugun bergan oziqalarimiz tarkibida magniy moddasi yo'q, shu uchun bu oziqa juda ham muhim. Sulfat magniyam turlari bo'lmaydi, hammasi bir xil. Agrodo'konlarda ko'p sotiladi. O'sha agrodo'konga borib sulfat magniy desanglar, sotuvchi biladi. Buni ham 50 gram, 100 gram olsanglar, sizlarga anchaga yetadi. Hozir men sizlarga buni ham tayinlashni ko'rsatib beraman. Do'stlar, videoni boshida men sizlarga aytdim, bu oziqalar reklama emas. Bu oziqalarni sizlar xohlagan agrodo'kondan sotib olsanglar ham bo'ladi. Deyarli hamma agrodo'konlarda sotiladi. Lekin bir xilda bizga obunachilarimiz yozib qolishadi, bizning tomonda agrodo'kon yo'q, gul bozor yo'q, qayerdan bu oziqani olsak bo'ladi. Agar misol uchun topa olmasanglar, bu oziqalarni o'zimizdan ham olsanglar ham bo'ladi. Bizda bu oziqalar uzun marketda sotiladi. Hajmlari har xil, 50 gram, 100 gram, 200 gram hajmlarda bor. Sifati juda ham zo'r, o'zimiz sifatiga e'tibor qaratganmiz va narxlari ham juda ham zo'r. Hozir aynan skidkada. Agar misol uchun agrodo'kondan bu oziqalarni topa olmasanglar, uzumga kirib o'zimizdan olsanglar ham bo'ladi. Do'stlar, shu videoni birinchi izohida men Telegram kanal silkasini qoldiraman. Shu Telegram kanalimizga kirsanglar, hamma ma'lumotlarni topasizlar. Endi videoning oxirida men sizlarga sulfat magniyani tayinlashni ko'rsatib beraman. Aytganimdek do'stlar, bugun biza oziqa bergan bo'lsak, albatta oziqadan keyingi oziqagacha 10-15 kun o'tish kerak. Misol uchun mana bugun berdikmi, 10-15 kundan keyin biz sulfat magniyani beramiz. 1 litr suvga xuddi shunaqa 1 gram solamiz. Buni ham mana shprit yordamida o'lchab olamiz. Mana 1 gram qildik. 1 litr suvga solamiz. Yaxshilab aralashtiramiz va xuddi shunaqa xonagullarimizni tuprog'iga quyib chiqamiz. Faqat 10-15 kundan keyin beramiz. Va do'stlar, har doim oziqani o'sha beradigan kuningizda tayinlaylar. Oldindan tayinlab qo'ymanglar, chunki ta'sir qilmay qo'yadi. O'sha beradigan kuningizda tayinlab berasizlar. Bugun endi biz buni tayinlaganimizdan keyin boshqa xonagullarimizga berib yuboramiz. Do'stlar, mana bugun sizlarga shuni ko'rsatib bermoqchi edim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta shuni qo'llab ko'ringlar. Juda ham zo'r natija beradi.